Agarda meni qurilish loyiham bo'lganda ushbu 5 ta narsani qo'llab, ushbu loyihadagi hamma uylarni zapusk orqali sotib tashlagan bo'lardim. Birinchisi, eng asosiy narsa Kastef. Men juda katta loyihalarni ham ko'rdim. Prosta anketa orqali yoki sun'iy intellekt bilan gaplashib, Kastef qilishadi, lekin klientlarni asl og'rig'i nima, sotgan klientlar masalan konkret nimaga sotib oldi, masalan raqobatchilar bo'lgan bo'lishi mumkin. Raqobatchilardan emas, nimaga aynan bizdan oldi? Konkretni kulchoviy so'zdan bilib olardim va shu orqali takliflarni tayyorlagan bo'lardim. Ikkinchisi, hozir ko'raman bozorda hamma taklif bir xil. Yo'q, men boshqa pozitsiya bilan chiqishga harakat qilgan bo'lardim. Faqatgina narx bilan talashmasdan, boya aytganimdek, Kastevda nima masalan bizdan sotib olishga sababchi bo'ldi klientlarni. Shu narsalarni umumlashtirardim. Bizlarning qanaqa afzalligimiz bor ekan, mijozlarni ko'zida shu narsalarga fokus berib takliflarni ishlab chiqqan bo'lardim. Uchinchisi, qurilish kompaniyani o'zidan emas, qurilish kompaniyani egasini shaxsiy brendini rivojlantirishga harakat qilgan bo'lardim. O'zi bu sohaga qanaqa kelib qoldi, o'sha qurilish loyihasidagi jarayonlar, o'zi bundan maqsad nima edi, yoshlikda qanaqa muammolar bo'lgan edi, masalan bu sohaga kelgungacha nimalar bo'lgan, to'liq tarixlarni olib chiqib bergan bo'lar edim. Va to'rtinchisi, hozir shu zapusk uchun faqatgina Instagram o'zidan foydalanishyapti. Yo'q, men nima kanalda bo'lsa hammasidan foydalanardim. Telegramga reklama yoqardim, Telegram kanallariga reklama berardim, Instagram masalan blogerlar bo'lishi mumkin, ularga reklama berardim, target yoqardim, Facebook, umuman Google kontekstli reklama, TikTok, YouTube hammasidan foydalanardim. Maksimalning qancha odam olib kirish mumkin bo'lsa, hammasini o'sha o'zimizdan Telegram kanaliga yig'ishga harakat qilardim va webinarga ham prosta Telegram kanaliga link berib qo'yishadi. Yo'q, Instagramga ham, Bizonga ham, YouTube'ga ham hamma joyda link berardim va SMS rasulka qilardim, avtozonot qilardim. Maksimal webinarga ko'proq odam kirishiga harakat qilgan bo'lardim. Va 5-inchisi bo'ldi, webinar o'tdi, hammasi tugadi emas, webinar kanalida to'liq dajin qilib qo'yardim. Bundan tashqari o'sha webinarga kirgan odamlarni hammasi pikselda saytda saqlanib qolinadi, ularga qayta retarget qilgan bo'lardim. Ya'ni qayta mendan sotib olgan, o'sha sotib olgan takliflarni mijozlarga taklif beraverardim va bu o'sha mijoz miyasida shakllanib qoladi, sotib olishim kerak ekan degan narsa va bu orqali ko'proq sotuv qilishga harakat qilgan bo'lardim.